Xitoydan qora nok zakaz qilgandim. Hozir chiqib ko'ramiz, keldimi, kelmadimi. Ketdik. Qora nok. O'zi ham 1 kilo zakaz qildim. Qani shirinmikin ish qilib, shirin bo'lmasa itlachaga beraveramiz. Ochib ko'ramiz. Nokmida, olmavida, unisi ham esimda yo'q. Olmaga o'xshagan, lekin nok deb yozib qo'ygan edi. Qop-qora rangda, birinchi qop-qora rangda nok. Rostdan ham qop-qora ekan. Bu qaranglar. Xitoydan kelgan qora olmami, qora nokmi mana shunaqa. Mana qaranglar. Nok bo'lsa kerak, yo olmamikin. Qop-qora rangda. Buni yeb yana bir bola bo'lib qolmayman. Odam yeydigan narsamikin bu yo hayvon yeydigan narsamikin? Qani endi buni bittasini ochib ko'rsatib beraman. Muzlatilgan ekan bu. Nok shikilli nok. Qop-qora rangda nok. Naqli qop-qora ekan. Lekin muzlatilgan ekan. Nimaga muzlatilgan? Buni eritib yeyish kerakmi endi? Asoli ustini. Qop-qora rangda nok ham bo'ladimi? Buni nima qilib qoraytirgan ekan? Bo'yaganmikin, ha? Bo'yagan desam qora rang chiqmayapti artganimda. Hozir buni kesib ko'rsatib beraman.